Qayta turmush qurishning minuslarini aytib beraymi? Ajrim bo'ldi, qayta turmush qurdi, qanaqa minuslar bo'ladi? Birinchi navbatda o'zini farzandlari tug'ilsa, bu bolalar ajratiladi. Bu bolalar uchun juda katta ruhiy zarba, ayol uchun ham ruhiy zarba va ko'p mana shu o'zini oilasidan ajrashib ikkinchi oila qurgan ayollarning ichida bitta katta pushaymonlik borda. Ajrashdim, nima qilardim oila qurib? Qurmasam bo'lar ekan deydi. Bu yoqda ham muammo deydi. Bu yoqda ham muammo deydi. Undan ko'ra tinchgina deydi, o'zimni erim bilan deydi, yashaganim yaxshi ekan, yaxshi bo'lgan ekan. Har holda o'zimni erim, ko'z ochib ko'rganim ekan, begona bo'lmagan ekan. Bu odam deydi, ha sen yaxshi bo'lganda eringdan ajrashmasding. Biror narsa qolsa ekan, men bilmayman-ku seni ering bilan qanaqa munosabating bo'lgan. Gumonlar ichida, shubhalar ichida yashaymiz. Ha, baxtli bo'lib ketayotgan oilalar ham bordir. Baribir ular bilan ham o'tirib, yuzma-yuz suhbat qilsangiz, mana shu faktorlarni keltirib berishadi.